Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkiston surgun hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Amerikani Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga chaqirdi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib saylanganligi xalqaro norozilik qo'zg'adi. Turkiyaning Xitoy shirkatlariga beqinib qilishi ittifoqdoshlarini behram qildi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 12 dekabr Sharq Turkiston surgun hukumati bosh ministri Salih Xudoyor Amerika Davlat ishlar mahkamasi e'lon qilgan Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qartilgan kishilik huquq tafsandichiligiga chetishlik, majburiy nupus kontrol qilish, majburiy emgak, madaniyat va diniy ifodalashni bostirishlarni o'z ichiga olgan bir parcha uchurga hamda sin ko'rinishiga javoban Twitterda Amerika Sharq Turkistonning kishilik huquq tafsandichiligining irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilish kerakligini ta'kidlagan. Amerika Davlat ishlar mahkamasi 13-sentabrda yangi torbat e'lon qilgan. Bu torbat orqali Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari qartilgan qaratmalik bo'lgan harakatni dunyoga to'nishtirish. Atalmish Xinjiang o'lkasining aslida Sharq Turkiston bo'lib, Uyg'urlarning makoni, Uyg'urlarning bo'lsa turk so'zlaydigan musulmonlar ekanligini, navbatda atalmish qayta tarbiyalash lagerlari nomida ziyonkashlikka uchrayotganligini dunyo xalqiga bildirmoqda. 13 dekabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlis saylamida Xitoy, Rossiya va Kuba Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining a'zoligiga saylandi. Kishilik huquq tashkilotlari buni qorong'ulik qoplagan kun deb atadi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining mustabid hokimiyatni qabul qilganligini ayblab, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni kishilik huquq kengashini isloh qilishga izchil harakat qilishga chaqirgan bo'lsa-mu, afsus bu chaqiriqlarga parvo qilmaganligini. Amdilikda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi Xitoy, Rossiya va Kuba qatorliq qo'rqinchli kishilik huquq xotirasi bor davlatlarni yana saylaganligi. Demak, bu saylam Amerikaning kishilik huquq tashkilotidan chekinishi, boshqa yo'l va fursatlar orqali kishilik huquqni qo'g'dash va ilgari surishning to'g'ri ekanligining yana bir isboti deganlarni bayon qildi. Trump hukumati 2018-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan chekinib, mazkur tashkilotning Isroiliyaga izchil bir taraflama qarash ekanligini va a'zo davlatlarning belgilamalarining kishilik huquqi eg'ir daxli taruz qilgan davlatlarning kengashda o'rin olishiga yo'l qo'yganligini tanqid qilgan. Oldingi hafta Yevropa, Amerika va Kanadadagi kishilik huquq tashkilotlari birlashmasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kuzatish tashkiloti Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning kishilik huquq kengashiga Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabiston, Kuba, Pokiston va O'zbekiston qatorliq davlatlarning o'z ichidagi kishilik huquq xotiralarining nacharligidan kengashning a'zosi bo'lishga layoqatsiz ekanligini bildirib, ularning saylanishiga qarshi turishga chaqirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi ijroiya direktori Xelil Neir bu mustabid hokimiyatni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq so'chisi qilib saylash xuddi bir to'p banditlarga qo'ral tutqizganga o'xshash. Bugun kishilik huquq uchun qorong'u bir kun bo'ldi degan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining bosh organi Janvada bo'lib, 47 ta a'zo davlatdan tarkib topgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi kishilik huquq kengashi nomsiz bilet tashlash orqali Boliviya, Angliya, Xitoy, Kuba, Fransiya, Gabon, Malawi, Meksika, Nepal, Pokiston, Rossiya, Senegal, Ukraina va O'zbekiston qatorliq 15 nafar a'zo davlatlar saylagan. Ularning xizmat o'tash muddati 3 yil bo'lib, 2021-yil 1-yanvardan boshlangan. 13 dekabr Erkin Osiyo radiosi xabarida Amerika hukumati Shimol Atlantik tashkilotiga a'zo davlatlarni va Sharqdagi ittifoqdoshlarini Xitoyning josuslik faoliyatlariga qarshi ogohlantirib kelayotgan bo'lib, uning O'rta Sharqdagi muhim ittifoqdoshi hisoblanadigan Turkiyada Xitoy ta'sirining kun sari eshib berishi Amerika hukumatining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Kuzatuvchilar iqtisodiy va siyosiy jihatdan kun sari Xitoyga yiqilishayotgan Turkiyaning telegraf, texnika va ul muassasa qurilishida Xitoyga beqinib qilishi Turkiya bilan G'arb davlatlari o'rtasidagi ziddiyatni texim ulg'aytib etdi deb qaramoqda. Amerika Xitoy telegraf shirkatlarining josuslik qilmishi sababli kun sari ish berayotgan uchur bexatarlik tahdidiga qarshi ittifoqdoshlarini darhol tadbir olishga chaqirmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yaqinda Washington kuzatuvchisi jurnalining ziyoratini qabul qilganda Turkiyaning Huawei qatorliq telegraf shirkatlari bilan bo'lgan munosabati haqida to'xtalib, Xitoy Kommunist partiyasining ta'minotini qabul qilishning cho'qim badali bo'ladi. Oqibatda bu davlatlardagi kishilarning ahvoli yomonlashadi. Bu faqat Sharqiy Janubiy Osiyo yoki Turkiya uchun emas, Amerika uchun o'xshash degan. Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilgan Koch universiteti xalqaro siyosat bilimlari doktoranti Yoqub Muhammad bu vaqtda to'xtalib, Turkiya Amerikaning rayondagi eng chong ittifoqdoshi bo'lish sifati bilan Xitoy bilan yaqinlashgan sari Amerikaning ogohlantirish berishi tabiiy ahvol. Turkiya nuqtasidan aytganda iqtisodiy amaliyotchanlik va geostrategiya nuqtasidan ikkilanish mavjud. Xitoy hamkorligining faqat iqtisod va savdo jihatdan emas, bexatarlik va ideologiyalik ekanligi aniq.
Türkiye Xitoy bilan birsa bo'lib, o'zining eng yaqin, kuchli va uzun yillik ittifoqdoshi Amerika boshliq g'arb davlatlariga qarshi turishi notayin. Lekin o'xshash vaqtda iqtisodiy krizis harpisida Xitoydan keladigan mablag' turlariga ehtiyoji bor. Bu nuqtalarni chiqish qilganda barg'ansari demokratik qimmat qarshidan yiroqlashayotgan va g'arbning liberal iqtisodiy siyosat siziqidan chiqib ketib qolgan Turkiya hukumatiga nisbatan Amerikaning Turkiyani ogohlantirishi o'rinsiz emas. Turkiyaning barg'ansari Xitoy shirkatlariga beqindi bo'lib qolishi Xitoyning rayondagi kuchini kun sayin oshirib, Amerikaning manfaatiga ko'rinarli ziyon olib kelishi mumkin. Uning sirtida Shimol Atlantik ahdi tashkilotining a'zosi bo'lgan, uzun yillardan beri Yevropa ittifoqiga kirish orzusi bo'lgan bir davlatning xalqaro sahnada hokim mutlaq qimmat qarashlarini targ'ib qilayotgan bir diktator davlat bilan hamkorlik o'rnatishi va beqinib qilishi Turkiya hukumati uchun ham xalqaro sahnada ham davlat ichida besim olib keladi ham kelyotidi. Turkiyaning iqtisodiy manfaat va xalqaro ikki cho'ng qutb orasidagi ikkilanishi Amerika va Xitoy orasidagi hukmronlik talish jangining bir misoli bo'la oladi degan. Mike Pompeo Turkiyaning Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan beqindiligining ittifoqdoshlar o'rtasidagi harbiy munosabatga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligini ta'kidlab, Xitoy shirkatlari uchurlarni davlatga beradi. Biz Amerikaning manfaatini qo'g'dishimiz kerak. Bu masala Turkiya bilan Amerika o'rtasidagi harbiy munosabatga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan. Cumhuriyetçi senator Johnson 23-sentabr Washington kuzatuvchi jurnalida so'z qilganda, Amerikalik strategiyachilarning Amerika askarlarining Adanadagi injenerlik harbiy bazasidan chekinib chiqish ehtimoliga tayyorlik ko'rayotganligini bildirgan bo'lib, senator Turkiya davlat raisi Erdo'g'an haqida to'xtalib, "Mangan yo'li to'g'ri emas. Turkiyadagi mavjudligimiz tahdid ostida. Xitoy davlatining tashqi siyosatiga tayangan mablag' salish fursati va imkoniyati davlat tarafidan qattiq boshqarilgan shaxsiy shirkatlarga berilmoqda. Masalan, Huawei shirkati bilan telegraf sohasida hamkorlik o'rnatish o'xshash bir vaqtda Xitoy davlati bilan hamkorlik o'rnatishdan darak berdi" degan. Turkiyaning telegraf va texnik jihatdan Xitoyga bo'lgan ehtiyojining kun sari eshishi va orqama-orqa imzolangan telegraf kelishimnomalari kun sari diqqat qo'zg'amoqda. Turkiyadagi eng chong telegraf shirkati Turkcell fevral oyida Yanfon yumshoq detallar muassasasini ishlatish uchun Huawei bilan kelishim imzolagan. Turkcell yumshoq detal do'koni orqali saqlag'ich xizmati bilan ta'minlaydigan Huawei Yanfon xizmatlari sistemasini ishlatgan tunji chet ellik telegraf shirkati bo'lib, axborotchilarni kutib olish yig'inida so'z qilgan Turkcellning direktori Murat Erkan bu yil aprel oyidan 2021-yilning oxirigacha mazkur sistemani ishlatgan bo'ladigan 1 million qo'l telefon setishni nishon qilganligini aytgan. Hozir Turkiyaning telegraf banki uskunasining 75%, yadroliq tor sistemasining 50% Huawei shirkatining mahsuloti bo'lib, qo'l telefon shirkatlarining bozor payiga munosabatli statistikalarga qaraganda, Turkiyada Huawei va Xiaomi'ning bozor payi nisbati kun sari oshayotgan bo'lib, may oyida Huawei 13,61%, Xiaomi bo'lsa 6,81% ulushni egallagan ekan. Turkiyaning Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan munosabatining kun sari yaqinlashishi Amerika va Shimol Atlantik ahdi tashkilotining ittifoqdoshlarini uchur bexatarligi va harbiy hamkorlik jihatdan andishlantirayotganligida. Armeniya qismlari Ozarbayjonning Tartar shahridagi fuqarolarga qaratilgan hujumni ta'qib qilayotgan Ozarbayjon davlat televiziya kanalini hujum nishoni qildi. Ozarbayjon televiziyasining urush muxbiri Elnur To'fiq e'lon qilgan bayonotida Atiganda Tartarning Do'virli yesidagi bir maktabga to'p o'q tushganligini anglab, naq maydonga berib voqeani suratga olish jarayonida yangi hujum yuz berganligini, o'zining maktab binosining ichidagi chog'da bir to'p o'qining maktabga tekkanligini va o'zlarining ustiga o'gizining o'rilib tushganligini, avtomobil to'xtatgan joyga yana 4-5 pay to'p o'q tushganligini, bu hujumning maxsus o'zlariga qaratilganligini bayon qilib, o'zining muxbir bo'lish sifati bilan Armeniyaning fuqarolar qilayotgan hujumlarini davomli nazorat qildiganligini aytdi. Armeniya qismlari urush to'xtatish kelishimiga xiloflik qilib, Tartar shahar markaziga qaratilgan zambarak bombardimonini davomlashtirmoqda. Ozarbayjon bosh taftish mahkamasi 27-sentabrdan 14-oktyabrgacha Armeniyaning hujum sababidan 40 qush Ozarbayjon fuqarosining qazo qilganligini va 206 kishining yaralanganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.